Qaranglar bolajonlar. Qaranglar. Misr qaysi xalifa paytda fath qilingan? Ha. Maşallah. Misr kim fath qilgan Misrni? Kim fath qilgan? Yo'q, yo'q. Kim fath qilgan? Maşallah. Ha. U qaysi paytda bo'lgan ekan? Umar radhiyallohu anhu paytda. Kim qilgan ekan? Amr ibn Os qilgan. Hattoki Amr ibn Os ozgina hiyla ham ishlatgan. Nima qilgan bilasizlarmi? Ha, Umar radhiyallohu anhudan maktub kelgan. U maktubda Misrga yurishlikdan qaytariq bo'lgan. Hozir to'xtab tur, u tomonga yurma degan. Lekin maktubni o'qimagan. Amr ibn Os maktubni o'qimagan. Kelgan maktubni o'qimagan. Misrga kirgan, fath qilgandan keyin o'qigan. Fath qilgandan keyin shuni ochganda Misrga yurmay tur degan. To u Misrdan nima qilib bo'lgan o'zi? Fath qilib bo'lgan. Bu yerda yurmay tur deyilgan boshqa ishlar bor. O'shaning uchun kechiktiramiz, sekin qilamiz deganda Amr ibn Os, ya'ni hozir kirib ketishimiz kerak. Hozir kirib olsak olamizda kirib olib bo'lgandan keyin, chunki maktubda bilgan, shunchalik aqlli odam bo'lganda Amr ibn Os. Bilgan, shuning uchun keyin o'qigan. Shuning uchun keyin o'qigan. Mashalloh, barakallohu.